U bu runani olganida jahli chiqqani chiqdi. Ana bo'lmasam, nima deyapsiz? Runa ishontirish uchun, lekin faqat suhbatlasha oladigan nishonga ta'sir qiladi. Agar nishon sehrgardan kuchliroq bo'lsa, umuman ishlamaydi. Shu sababli uning ko'ngli bir zumda qorayib ketdi. Yirtqichlarni bu runa bilan boysundirib bo'lmaydi-ku. Ular axir gapirmaydi-ya. Nima deb o'ylaysizlar? Bu ahvolda odamning qoli nimaga boradi? Ammo keyin u yon tomonga ko'z tashlasa, bir guruh odamlarning jang maydonida juda yaxshi harakat qilayotganini ko'rdi va darhol fikri o'zgardi. Hamma narsa qandaydir tarzda joyiga tushayotgandek. U runani sinab ko'rishga qaror qilib, o'sha guruhga qarab baqirdi. U yerda bir ayol xavf ostida. Darhol unga yordam berishimiz kerak. Goblinlarni tashlang. Olomon bu so'zlarga ishondi, chunki yordam birinchi navbatda degan qoida hammaga tushunarli edi. Bu yerda hech qanday murakkab narsa yo'q, odamlar yaxshilikni tushunadilar. Va u o'sha paytdan foydalanib yerga yiqilgan, olimga yaqin goblinlarni tugatdi. O'shanda u o'ylab qo'ydi, agar ishlar shu tarzda ketsa, bu hududning vakili bo'lish unga hech qiyin bo'lmaydi. Shuning uchun u runasini yana ishga solib, gapini davom ettirdi va avval nomzodlarni aniqlab olish kerakligini, ularni ko'pi bilan 5 kishiga qisqartirib, keyin ovoz berish kerakligini aytdi. Hamma bu fikrni qo'llab-quvvatladi, chunki bu juda mantiqiy edi. Aks holda ular hech qachon biror natijaga erisha olmasdilar, bu aniq. Joni o'shanda ovoz berishni boshlashni so'radi va ishtirok etmoqchi bo'lganlar qo'llarini ko'tarishlarini aytdi. Semiz yigit darhol qo'lini ko'tardi, lekin Joni uni to'xtatib, odam o'zini-o'zi tavsiya qila olmasligini, aks holda avvalgi vaziyat takrorlanishini aytdi. Bu semiz yigitni qattiq xafa qildi. Nima deyapsiz? Odam o'zini ko'rsatmoqchi bo'ldi-yu, biroq shokoladli bola esa bu manzaraga ichidan kuldi. Yutqazuvchilarni aldash unga juda oson edi. Go'yo ularning hammasi uning o'yinchoqlaridek. Shu payt hamma miyasini qotirib, kimni nomzod qilib ko'rsatishni o'ylay boshladi. Joni esa xotirjam kutib turdi, chunki hamma jim edi va agar shu holatda qolsa, ovozlar unga berilishi aniq edi. Biroq birdan o'yinchilardan biri shokoladli bolani nomzod sifatida ko'rsatdi va uni eng yaxshi vakil deb atadi, chunki u rahbarlik qobiliyatiga va mantiqiy fikrga ega edi. Bu qanday burilish? Joni undan ishonchi komilligini so'radi va yigit javob berdi. Ha, chunki u vaziyatni o'z qo'liga olgan edi. Ko'k sochli yigit esa bu ahmoqlarning uning nayranglariga tushishini kulgili deb topdi, chunki ular go'yo uning kaftidagi qo'g'irchoqlardek. Joni o'shanda minnatdorchilik bildirib, yana kimdir gapirmoqchimi deb so'radi. Shunda boshqa bir kishi qo'lini ko'tarib, Black Ripani tavsiya qilmoqchi ekanligini aytdi, chunki birinchi raundda birinchi bo'lgan odamni tavsiya qilish eng to'g'ri edi. Bunga nima deysiz? Mantiq bor. Keyin yana ikkita odam qo'l ko'tardi. Ular ikkinchi va uchinchi o'rinlarni egallaganlarni tavsiya qilishdi. Ulardan birining laqabi Life is a Documentary, ikkinchisi esa Black Dragon edi. Bu laqablar allaqachon ozozidan gapirib turadi, to'g'rimi? Joni o'shanda e'lon qildi, to'rtta nomzod bor, yana bitta o'rin qolgan. Agar kimdir o'zini taklif qilmoqchi bo'lsa, aytsin. Hech kim javob bermagach, u qarsak chalib, to'rtta nomzod bilan yakunlashlarini va ovoz berishdan oldin har bir nomzod nutq so'zlashi kerakligini aytdi. Bu qoida juda o'rinli, aks holda tartibsizlik bo'ladi. U o'zi birinchi bo'lib gapira boshladi, chunki bu ish unga juda oson edi. Lekin u gapira boshlaganda, birdan kimdir uning gapini bo'lib, "Jim bo'l, faqat bema'ni gaplarni gapiryapsan", dedi. Joni o'girilib qarasa, bu so'zni aytgan Jungsik ekan, Life is a Documentary laqabli yigit. Jungsik jahli chiqqan holda yaqinlashdi, chunki bu bema'ni gaplarni eshitishga chidolmaydi. Nima deb o'ylaysizlar? Bu yerda kim haq? U Jonining yuziga tikilib, "Sen haqiqatan ham hayot shunchalik oson deb o'ylaysanmi? Odamlar bir-ikki so'zing uchun hamma gapingga quloq solishadi", dedi. Joni buni eshitib qotib qoldi. Ular uning qobiliyatini fosh qilishganmi? Lekin buning iloji yo'qligini o'ylab, Jungsik shunchaki bekorchi gapiryapti deb o'zini ovutdi. Odam ba'zida shunday qiladi, to'g'rimi? Jungsik esa so'roqni davom ettirdi. "Sen kimsan u? Hudud vakili kim bo'lishiga qaror qilasan?" Shokoladli bola hali ham ishontirish runasining kuchiga tayanib, "Siz haddan oshyapsiz. Odamning so'zi uning yuzi va shaxsiyatidir. Dushmanona so'zlar bilan hech kimni ishontira olmaysiz", dedi. U runa ta'sir qiladi deb o'ylagan edi, lekin bu Jungsikning jahlini yanada oshirdi. "Sen menga ma'ruza o'qimoqchimisan? Agar shunday bo'lsa, mana shu yerda olasan." Joni shu payt o'z qobiliyati ishlamayotganini angladi. Bu degani Jungsik undan yuqori darajada edi. Jungsik o'shanda hammaga baqirib, unga ovoz berishlarini, aks holda hammasini oldirishini aytdi. Bu tahdidmi yoki va'dami? O'zingiz o'ylab ko'ring. Joni esa unga qarab, "Agar shuncha baqirishda davom etsang, kim senga quloq soladi?" dedi. Jungsik bir zum jim bo'lib turdi-da, keyin xanjarini olib shokoladli bolaning bo'yniga sanchdi. Shokoladli bola nima deyishga ulgurmasdan, kuchini yo'qotib yerga yiqildi. Jungsik o'shanda yana ogohlantirdi. "Men bu ahmoqni oldirganimdek, hammangizni oldiraman.
O'yinchilar vahima ichida qolib, ular orasida aqldan ozgan qotil borligini tushunishdi. Bu qanday holat, a? Jung Sik qonga bo'yalgan xanjarini ko'tarib, kimning muammosi bo'lsa, qani keladi, deb baqirdi. Olomon qotil deb baqirishdan boshqa narsa qilolmayotgan edi. Lekin Jung Sik shunchaki jilmayib turdi. Ular unga qarshi jang qilolmasligini bilar edi. U ota tezlik bilan ularni birma-bir yo'q qila boshladi va bu unga juda yoqdi. Politsiya yo'q, muxbirlar yo'q, kameralar yo'q. Shuning uchun u xohlagancha odam oldirishi mumkin edi. Qanday dahshatli erkinlik, togrimi. U yana xanjarini ko'tarib, agar unga ovoz bermasalar, keyingi raundda hammasini oldirishini aytdi. O'yinchilar qo'rquvdan qotib qolishdi. Jung Sik esa ularning qo'rquvini his qilib, endi hamma unga ovoz berishini bilar edi. U hudud vakili bo'lgach, faqat bitta buyruq bilan Black Ripani ham oldirishni va reytingda birinchi o'rinni egallashni o'ylardi. U o'sha paytda o'zining qorong'u tomonini qo'yib yubordi va u qisqa vaqtdan so'ng yo'q bo'ldi. Chunki ovoz berish vaqti tugab, hamma boshlang'ich nuqtaga chaqirildi. O'yinchilar birin-ketin paydo bo'lishdi va u yerdagi jasadlarni ko'rib, dahshatga tushdi. Qanday qilib buncha odam bir joyda oldirilgan? Aaron qonga bo'yalgan o'sha yigit haqiqatan ham hammasini oldirganmi, deb hayron bo'ldi. Bu savol havoda muallaq turibdi. Mt esa shunchaki kuzatib turdi, chunki u Jung Sik bu safar g'alaba qozonganini angladi. Bu yigit o'sha Jung Sik todasining rahbari va tumanidagi ikkinchi eng kuchli jangchi edi. Afsuski uning fe'li juda yomon bo'lsa ham. Mt uning qanchalik jirkanch ekanligini ko'rib, bu vaqtli bombani portlashidan oldin yo'q qilish kerakligini bilar edi. Lekin hali vaqt emasligi uchun o'zini tutdi. Ba'zida sabr qilish kerak, togrimi. Shu payt Jung Sik Mt tomon yurib, qayerda yurganini so'radi va darhol gapiga keldi. Mashhur Black Ripa uning xizmatkori bo'lishini xohlashini aytdi. Mt esa xizmatkor deganda nimani nazarda tutyapsan, deb so'radi. Jung Sik xanjarini aylantirib, aynan eshitganingdek, agar hayotini saqlab qolmoqchi bo'lsa, unga bo'ysunishi kerakligini aytdi. Rayum esa unga tiz chokishni buyurdi va bu uning butun holda ketishining yagona yo'li ekanligini aniq ko'rsatdi. Qanday takabburlik, a? Qonga bo'yalgan gangster qo'rqitishga urinib, ahmoq vaziyatni tushunmayapti shekilli. Agar u hudud vakili bo'lsa, ishlar boshqacha bo'lishini aytdi. Lekin mutqolini ko'tarib, o'zining qorong'u tomonini chaqirdi va shu daqiqada olib qolishdan mamnun bo'ladimi, deb so'radi. Jung Sik bunday qudratli oroqni ko'rib, qattiq qo'rqib ketdi va noto'g'ri odamga aralashganini tushundi. Rayum yana unga qattiq ohangda, "Tilingni mushuk yutib yubordimi?" dedi. Jung Sik o'zini qo'rqib qolganini sezib, lekin baribir o'zini saqlashga urinib, u real hayotda ham Jung Sik ekanligini, xuddi shu nomdagi mashhur todaning rahbari ekanligini va hech qachon hech kimga tiz cho'kmasligini aytdi. Bu jasoratmi yoki ahmoqlikmi? O'zingiz hal qiling. Keyin u Mitni qo'zgatish uchun, "Qani, o'sha go'zal quroling bilan birinchi bo'lib hujum qil", dedi. Mit buni eshitib ichidan kuldi. Bu yigit hali ham har doimgidek tez jahli chiqadi. Lekin u haqiqiy kuchini ko'rsatib, majburiy ovozlar olishni xohlamasdi. Chunki u Jung Sikni vakil qilib, 3-raundda undan foydalanishni rejalashtirgan edi. Bu qanday reja, a? Shu payt u farishta paydo bo'lish vaqti kelganini bilar edi va zorga bu haqda o'ylagan edi. Olivia paydo bo'lib, "Hamma odamlar yigildimi?" deb so'radi. Rayum o'shanda bezoriga qarab, "Baxting bor, lekin keyingi safar kimgadir qarshi chiqishdan oldin 2 marta o'ylab ko'r. Aks holda tez olasan", dedi. Jung Sik indamay qoldi, lekin ichida u bu xorlikni qaytarib berish yo'lini topishga qasam ichdi. Bu qanday adovat, a? Farishta ular vakilni tanlashga muvaffaq bo'lishdimi, deb so'radi va yerdagi jasadlarni ko'rib, ular 3 soat davomida faqat suhbatlashishdan ko'proq narsa qilishganiga ishora qildi. Lekin unga qaysi odam yashab yoki olishi umuman qiziq emas edi, chunki uning nazarida hammasi axlatdan boshqa narsa emas. Qanday sovuqqonlik, togrimi. U ovoz berish boshlanishini e'lon qildi va hamma oldida ovoz berish tizimi paydo bo'ldi. Har bir kishi bir ovozga ega va eng ko'p ovoz olgan kishi vakil bo'ladi. Ular faqat kimni xohlashiga qarab, oylab va ovoz berishlari kerak. Agar kimdir 5 daqiqa ichida ovoz bermasa, u raunddan chiqariladi va oladi, degan ogohlantirish ham bor edi. Bu qattiq qoida. Nima deb o'ylaysizlar? Hammasi shu tarzda boshlandi. O'yinchilar Jung Sikdan qo'rqib, unga qarab ovoz bera boshlashdi. Jung Sik esa hamma tomonga baqirib, agar unga qaramasa, o'lik deb hisoblashlari mumkinligini aytib, tahdid qilaverdi. Bu bosim ostida odamlar nima qiladi? Vaqt o'tdi va ovoz berish tugadi. Olivia vaqt tugaganini e'lon qilib, ular aqlli bo'lishganini, chunki hech kim ovozini bosh qoldirmaganini, aks holda olishlarini aytdi. U qarsak chalib, ovozlarni sanashni boshladi va katta ekranda natijalar ko'rindi. Birinchi o'rinda Life is a Documentary laqabli o'yinchi 412 ovoz bilan, ikkinchi o'rinda Mit 77 ovoz bilan, uchinchi o'rinda Black Dragon 200 ovoz bilan va hokazo. Bu raqamlar ozozdan gapirib turibdi, togrimi. Jung Sik birinchi o'rinni olganiga ishona olmadi. Atigi 412 ovoz bilan.
Eng yomoni, Black Reaper ikkinchi o'rinda kelib qolgan edi. Bu uni qattiq g'azablantirdi va u oz tomonidagi ahmoqlarni Black Reaperga ovoz berganlikda ayblay boshladi, chunki u o'zining hukmronligini kafolatlagan edi. Ammo Olivia yakuniy natija ekanligini aytib, Life is a documentary hudud vakili etib saylanganini va shuning uchun unga buyruq vakolatini berishini ma'lum qildi. Bu vakolat atrofdagi odamlarga buyruq berishga imkon berardi. Jungsik tizimida bu vakolatni ko'rib xursand bo'ldi. Endi u Black Reaperni oldirishga buyruq berishi mumkin edi. Lekin u qoidalarni ko'rib hayratda qoldi. Bu vaqtinchalik qobiliyat, uni faqat 10 marta ishlatish mumkin. Bir vaqtning o'zida faqat bitta o'yinchiga buyruq bera oladi va eng muhimi, bu qobiliyat sinfga ega o'yinchilarda ishlamaydi. Demak, sinfga ega har qanday o'yinchi unga itoatsizlik qila oladi. Bu Jungsikning hamma rejalarini barbod qildi. Qanday zarba, a? Shu payt farishta kula boshladi va ovoz berish tugadi. Deb o'ylaganingiz bilan hammasi emas. Bu raundda yashirin missiya borligini aytdi. Hamma hayron bo'lib, bu nima degani deb tushuna olmadi, chunki bu kutilmagan burilish edi. Keyin qo'shimcha missiya haqida ma'lumot chiqdi. Ovoz berishdan oldin sinfni ko'tarish buyumini olish orqali sinfga otish kerak edi va buni uddalaganlarga 50 chegirma voucheri berilardi. Bu qanday imkoniyat, a? Arin bu sinfni ko'tarish buyumi nima ekanligini so'radi. Olivia missiya oynasi ular 10 darajaga yetganda paydo bo'lishi kerak edi. Lekin o'yinchilar bunga erisha olmaganini aytdi. O'yinchilardan biri, bu yerda yirtqichlar yo'q-ku, qanday qilib 10 darajaga yetamiz, deb so'radi. Bu mantiqiy savol, to'g'rimi? Olivia esa, o'rmon yirtqichlarga to'la, xafa bo'lmang, butun hududda atigi 80. Kishi bu raundda sinfga otishga muvaffaq bo'lgan. Sizning hududingizda esa bu ishni uddalagan bir kishi bor, dedi. Ular hayron bo'lib, bu kim ekanligini so'rashdi. Olivia barmoqlarini qarsillatib, natijalarga qarashlarini aytdi. Barcha hududlar orasida Black Reaper 16 darajada birinchi o'rinni egallab, sinfni 39 daqiqada olgan. Ikkinchi o'rinda Osmon iblisi 10 darajaga yetib, 2 soat 36 daqiqada. Uchinchi o'rinda ahmoqlar 2 soat 37 daqiqada. Bu raqamlar oz-ozdan gapirib turibdi. Black Reaper qanchalar ustun ekanligini ko'rsatib. Hamma Black Reaperga qaradi. U hududda yagona sinfga otgan va eng muhimi, u o'z laqabiga mos keladigan Reaper sinfini ham olgan. Bu tasodifmi yoki taqdirmi? O'zingiz o'ylab ko'ring. Hamma bu Reaper sinfi qanday sinf ekanligini qiziqib, nomiga qarab, bu juda kuchli sinf bo'lishi kerak, deb o'ylashdi. Chunki ular uni ulkan oroq bilan ko'rgan edi. Bu ko'rinish oz-ozdan qo'rqinchli. Jungsik esa buning hammasini deb o'yladi. Chunki u buyruq vakolatini Black Reaperni o'zini oldirishga majburlash uchun ishlatmoqchi edi. Lekin endi bu mumkin emas edi. Olivia ikkinchi raundda darajalar qo'shimcha missiyani birinchi bo'lib kim bajarganiga qarab qo'lga kiritilganini tushuntirar ekan. U o'z hududida sinfni o'zgartirgan shaxs Black Reaper ekanligini anglab, hayratda qoldi. Bu uning uchun ham kutilmagan bo'ldi shekilli. U o'girilib, mitga nafaqat joriy hududda, balki barcha hududlarda birinchi o'rinni qo'lga kiritganini va bu sinf noyob ekanligini, laqabiga juda mos kelishini aytdi. U undan bunday laqabni qanday o'ylab topganini va Reaper sinfini olishini oldindan bilganmi, deb so'radi. Rayum esa bilmaganligini, bu tasodif bo'lganini aytdi. Lekin biz hammamiz bilamizki, ba'zi tasodiflar tasodif emas, to'g'rimi? Olivia, balki bu taqdirdir, deya izoh berdi. Mit esa ichidan mamnun edi, chunki hatto farishtalar ham Reaper sinfini qanday olishni bilmas edi, faqat uning noyob ekanligini bilishardi. Bu unga qandaydir ustunlik berdi. Olivia hayajonda edi. U o'z hududida sinfni o'zgartiradigan kimdir bo'lishini hech qachon tasavvur qilmagan va bu yigit uning buyruq vakolatidan ta'sirlanmaydigan odam ekan. O'yinchilar buni eshitib, Black Reaper buyruq vakolatidan ta'sirlanmasligi nimani anglatadi, deb so'rashdi. Bu savol havoda muallaq turibdi. Olivia jilmayib, bu juda oddiy ekanligini aytdi. U bergan buyruq vakolati sinfga ega odamlarga taalluqli emas. Shuning uchun hudud vakili Black Reaperni o'z xohishicha buyruq bera olmaydi. Bundan tashqari bu vakolatni faqat 10 marta ishlatish mumkin. Demak, vakil bo'lish cheksiz kuch degani emas. Bu qanday muhim ma'lumot, a? O'yinchilar bu gapdan yengil nafas olishdi, chunki ular bu vakolat shunday ishlashini bilmagan edi. Ular endi qo'rqishlari shart emasdek. Jungsik esa gazabdan yonib ketdi. La'nati farishta buyruq vakolati sirini oshkor qildi. Bu hozirgacha faqat unga ma'lum edi va endi uning qo'lidagi yagona karta yo'qoldi. Farishta endi Black Reaperga barcha hududlar orasida birinchi bo'lib sinf olgani uchun mukofot berish vaqti kelganini aytdi va barmoqlarini qarsillatdi. Mitga bildirishnoma keldi. Uni joriy hududda birinchi o'rin va barcha hududlar orasida birinchi o'rin uchun tabrikladi. Joriy hududda birinchi bo'lgani uchun unga past darajadagi noyob zirh tanlovi, barcha hududlar orasida birinchi bo'lgani uchun esa maxsus mukofot tanlovi berildi. Bu qanday imkoniyat, a? Olivia undan zirhlardan birini tanlashni so'radi. O'rta asr ritsarining metall zirhi, mutaxassis ovchining charm zirhi yoki sehrgarning ventilyatsiyalangan xalati. Mitskop o'ylab o'tirmadi.
Chunki birinchi variant ogir edi, uchinchisi esa deyarli himoyaga ega emas edi. Shuning uchun u ikkinchi variantni, mutaxassis ovchining charm zirhini tanladi. Bu qanday amaliy qaror, Togrimi? Endi maxsus mukofot navbati edi. 3 karra tajriba buffi. Faqat 3-raundda ishlaydi. 3 oltin yoki 3-raund haqida ma'lumot. 3-raundda ko'plab yirtqichlar bo'lishini bilgan Mtsi tajriba buffini tanladi. Bu strategik qadam. Mukofotlarni olgach, farishta ularga qaytish vaqti kelganini aytdi va hammasini teleportatsiya nuri qamrab oldi. Ularga 3-raundga xavfsiz qaytishlarini sozlab qo'ydi. 2-raund natijalariga ko'ra, jami 873 kishi omon qolgan. Mitning hududida esa deyarli 5. Bu raqamlar ozozidan gapirib turibdi. Qanchalar ko'p odam halok bo'lgan. Olivia keyingi raund bir marta boshlanishini aytib, omon qolganlarni tabrikladi. Shu payt kimdir uyg'onib ketdi. Bu Yong Min edi. Qo'rquvdan sovuq ter tokkan holda qo'llarini ko'tardi. U oz qoliga qaradi. Butun edi, hech qanday jarohat yo'q. Demak, agar olmasa, haqiqiy dunyoga tanasi butun holda qaytish mumkin ekan. Bu qanday kashfiyot, Lekin 2-raund uni juda qattiq o'ylantirib qo'ydi. Endi u Black Reaper bilan hech qachon aralashmaslikka qaror qildi. Chunki bunday kuchli odam bunchalik shafqatsiz bo'lishini hech qachon tasavvur ham qilmagan edi. Bu saboq bo'ldi unga. Boshqa tomondan Sanchul Arinni mehnati bilan tabrikladi. Lekin Arin, aslida men hech narsa qilmadim. Siz meni himoya qildingiz. Rahmat, dedi. Bu qanday kamtarlik, Togrimi? Sanchul biroz xijolat bo'lib, bu uning menejer va tansoqchisi sifatidagi burchi ekanligini aytdi. Lekin biz hammamiz bilamizki, burch bilan qilingan ish ham qadrli. Arin esa Black Reaperga qilgan ishi uchun rahmat aytmoqchi ekanligini va buning iloji bormi, deb so'radi. Sanchul afsuski, ular uning tashqi ko'rinishini bilmasligini, shuning uchun uni kuzatib bo'lmasligini, bundan tashqari bu odam o'z shaxsini oshkor qilishni xohlamayotganga o'xshashini, o'yin davomida unga tovon to'lash uchun hisob raqamini so'raganida rad etganini eslatib o'tdi. Hisob raqami orqali uni kuzatish va shu tariqa kimligini aniqlash mumkinligi esa alohida masala. Bu qanday sir? Black Reaper kimligini yashirishni afzal ko'radi shekilli. Aron bularning hammasidan norozi edi, lekin tez orada u Sanchuldan keyingi raundda unga biror narsa berishni so'radi. Bu ham minnatdorchilik bildirishning bir usuli. Axir odam yordamni unutmasligi kerak, Togrimi? Buni eshitib Arin o'ylanib qoldi. Bu yaxshi fikr. U qanday qilib mukofotlash mumkinligi haqida biroz o'ylab ko'radi. Nima deb o'ylaysizlar? Kimga va qanday minnatdorchilik bildirish har doim ham oddiy emas. Shundan so'ng ikkalasi xayrlashdi va tansoqchi lift tomon yo'l oldi. Shu payt uning telefoni jiringladi va u prezidentma ekanligini angladi. Rahbari hali uxlamagan ekan. Qanday bag'rikenglik, U rahbari hali uxlamaganmi, deb so'radi. Katta xo'jayin esa qaytishi bilanoq viski ichayotganini aytdi. Bu odamning ish odatlari, shekilli. Lift pastga tushayotganda Sanchul prezidentni evolyutsiyasi bilan tabrikladi. U qora ritsarga aylangani uchun bu bejiz emas. Prezident esa buning hech narsa emasligini aytdi va uning hududida ishlar qanday kechganini so'radi. Har doim birinchi navbatda ish, Togrimi? Sanchul u va Aron 8 darajaga chiqa olganini, lekin yo'lda olgan jarohatlari tufayli ov qilishda unchalik muvaffaqiyatli bo'lmaganliklarini tushuntirdi. Prezident uning gapini bo'lib, "Qanday jarohatlar?" deb so'radi. Bu savol havoda muallaq turibdi. Nima deyapsiz? Sanchul bu voqea haqida xabar bermoqchi ekanligini aytib, "Hozir vaqt bormi?" deb so'radi va bu Black Reaper bilan bog'liqligini oshkor qildi. Prezident buni eshitib, darhol mehmonxonaga kelishini aytdi. Chunki tafsilotlarni shaxsan eshitishni xohlardi. Qanday qiziqish, Shuning uchun tansoqchi mashinaga o'tirib, mehmonxona tomon yo'l oldi. Ayni paytda kimdir yashirincha kuzatayotgan edi. Bu Mt edi. U Sanchul Togridan Togri prezident Gyeong Lotga borishini kutgan edi. Chunki 10 daqiqa oldin rayum tizimini tekshirib, kuzatuv qobiliyatidan foydalanishga qaror qilgan edi. Buning uchun faqat odamning ismi va yuzi kerak edi. Qanday qulaylik, Ikkalasini ham bilgan holda, nishon aniqlangach, tizim Sanchul 9 metr masofada ekanligini ko'rsatdi. Bu uning juda yaqin ekanligini va ehtimol Aron bilan penthouse da ekanligini anglatardi. Biroq qisqa vaqtdan keyin masofa osishni boshladi. 23 metr, keyin 56 va nihoyat 87 metrga yetdi. Bu qanday tezlik, Shunda tezlikka qarab, Sanchul liftga chiqqan bo'lishi kerak, deb tushundi va shuning uchun u Gyeong Lotni ziyorat qilmoqchi deb o'yladi. Shuning uchun kurtkasini kiyib, mashinalar to'xtash joyiga tushdi. U ikkinchi raunddan qaytishi bilanoq kuzatuv qobiliyatini ishlatgani yaxshi fikr bo'lganidan mamnun edi. Ayni paytda mehmonxonada Gyeong Lot penthouse-da oyga qarab turib, bu tun kimnidir kuzatish uchun mukammal ekanligini o'ylardi. Qanday go'zal kecha, Togrimi? Lekin u avval hisobotni kutishga qaror qildi va o'tirdi. U Black Reaper nomi haqida o'ylardi. Kim bu odam haqida biror narsa bilishi mumkin? Axir u ikkala raundda birinchi bo'lgan o'yinchi. Bu bejiz emas.
Bu haqda o'ylash uni bezovta qildi, chunki u yomon his qilardi va shunday kuchli odam uning qo'l ostidagi odami bilan janjallashganmi, deb hayron bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar, bu qanday vaziyat? Agar shunday bo'lsa, u qo'l qovushtirib turolmasligini, chunki uning o'ng qo'liga tegish, unga qarshi chiqish bilan barobar ekanligini bilar edi. Va shuning uchun kim bo'lishidan qat'iy nazar, u yo'lini to'sgan odamni e'tiborsiz qoldira olmaydi, hatto birinchi raqam bo'lsa ham.